nimani qaysi jihatdan kashf qildim o'zim uchun. Ya'ni haqiqat shunaqa narsa ekan yoki haqqa intilish shunaqa narsa ekan, qaysi tuzumda, qaysi rejimda yashashingizdan qat'iy nazar siz yozib ketsangiz, shu narsani qachondir bu nashr qilinar ekanda, o'sha davrda ham shunaqa o'ylaydigan, shuni bilgan, shuni qalamga olgan insonlar bor ekandi deb yuragingiz larzaga keladi. Kitob samimiy. Kitob har qanday tizim va tuzumdan xoli. Ya'ni xalqqa murojaat, xalqdan murojaat. Bu kitob nima uchun yashash kerak edi? Bu norasmiy tariximiz. Norasmiy tariximizni Nazim Gulshani deyishimiz mumkin. İlk bor ko'rganimda ko'zi kulganlar, keyin kuyuk bag'rin menga ocharlar. İlk bor ko'rganimda mard tuyulganlar, keyin nomard chiqib jangdan qocharlar. Xalqim onajonim, ko'zlaring yumuq. Mening sendan bo'lak ko'z tikarim yo'q. Ko'zlaring ochmasang, yumilgay ko'zim. Peshlar, ulug'ligin ne xarlar bizga. Istaging, qiz bilan ikkoving asta zangor o'tloqlarga bursang yo'lingni. Entikib to'lqinli hisdan qizning yelkasiga qo'ysang qo'ling. Men Siz kabi kula olmayman. Men siz kabi chalmayman qarsak. Mag'zurlikning kuyiga mastman. Egnimda ham g'am bichgan mursak.